Dilnoz opa, hech e'tibor berdingizmi? Hozirgi bolalar juda ham nofaol. Biz oldin uyga kirmasdik. Hozirgi bolalarni uydan chiqarib bo'lmay qolgan. Chunki ekranlardagi rang-barang tez o'zgaruvchi kontentlar miyani kuchli stimulyatsiya qiladi. Natijada miyada sun'iy ravishda dopamin ishlab chiqariladi. Dopamin tabiiy manbalari o'sha bolaga zerikarli bo'lib qoladi. Chunki tabiiy manbasini olish uchun bola ko'proq harakat qilishi kerak bo'ladi. Dilnoz opa, bog'cha direktori sifatida ota-onalarga nima maslahat berasiz? Ota-onalarga avvalambor maslahatim ko'proq bolalar bilan ko'proq vaqt o'tkazishni maslahat bergan bo'lardim. Uydagi sharoitda masalan kamroq televizor, telefonlardan kamroq ishlatishni tavsiya qilgan bo'lardim. O'yinchoq olayotganda ko'proq ahamiyat berishligisini maslahat berardim. Ko'proq razvivaychi o'yinchoqlar olishsin. Har xil hozir juda ham ko'payib ketgan, bozorlarda ham, magazinlarda ham bor. Montessori o'yinchoqlar bor. O'sha ko'proq bolani melki motorikasini rivojlantiradigan o'yinchoq olishligiga maslahat berardim. Men esa dietolog sifatida bolajonlarimizni gazlilardan, fast foodlardan, tez tayyor bo'ladigan mahsulotlardan va shirinliklardan tiyilishini maslahat berardim. Chunki shirinliklar tarkibidagi shakar bolani ko'proq agressiv bo'lishiga sabab bo'ladi.